2024-yil bahor mavsumida qanday ranglar aktual bo'ladi? Hozir videoda mana shular haqida gaplashamiz. Har yili Pantone instituti bizga bir nechta ranglarni urf bo'lishini ko'rsatib beradi. Bu yil birinchi o'rinda persik, ya'ni shaftoli rangi birinchi o'rinda ko'rsatildi. Siz stilniy, modniy bo'laman desangiz, bemalol shaftoli rangidan foydalanishingiz mumkin. Yana bitta rangimiz bu havo rang. Ayniqsa bizni o'zbek ayollarimizga, bizni issiq iqlimimizga mos keladigan havo rang ham голубой deymiz, hamma ayollarimizga to'g'ri keladi. Yana bitta aktual bo'ladigan ranglarimizdan bittasi bu qizil rang. Bu yilgi mavsumda bemalol kiysangiz bo'ladi, faqat uni butun obrazni qip-qizil qilib emas, qandaydir detallarda, aksessuarlarda, printlarda foydalansangiz, bu sizni tashqi ko'rinishingizni juda ham bachkana qilib yubormaydi. Agarda siz moda olamida yana ham ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, unda profilim shapkasidagi silka orqali Telegram kanalimga o'ting va u yerda men sizga yana ham ko'proq yaxshi ma'lumotlarni berib boraman.